mavzularga bolalar. O'tgan mavzularimizni bitta mavzusini takrorlash qilaman. Uning uchun doskaga chiqishlaring kerak. Birinchi qatordan, ikkinchi va uchinchi qatordan. Kimlar chiqadi? Uchinchi qator. Diyora, chiq Yasmin. Chiq. Kim? Ilnor senmi? Chiq. Mayli. Uchalangga ham savol beraman. Turib olinglar. Ularni oldilaringga. Hech kim orqadagilar javob bermasin. Ketdigini. Birga bo'linish belgisi. Sanoqda ishlatiladigan barcha sonlar birga bo'linadi. 2. Oxirgi raqami 0 va 2 ga bo'linsa, bu son 2 ga bo'linadi. 3 ga. Raqamli yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi. 4 ga. 4 ga oxirgi ikkita raqami 0 yoki 4 ga bo'lsa, bu son 4 ga bo'linadi. 5. Oxirgi ikkita raqami 5 yoki 0 bilan tugasa, bu son 5 ga bo'linadi. Oxirgi ikkita raqammi? Bitta. Bitta. 6. Bir raqamning o'zida 2 va 3 ga bo'lsa, bu 6 ga bo'linadi. 9 mayli. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'lsa, son 9 ga bo'linadi. 15. 15 bir vaqtning o'zida ham 3 ga ham 5 ga bo'linsa, bu son 15 ga bo'linadi. 45. 45 bir vaqtning o'zida 5 va 9 ga bo'linsa, bu son 45 ga bo'linadi. 24 ga bo'linish belgisi. Bir vaqtning o'zida 6 ga ham 4 ga ham bo'linadigan barcha sonlar 24 ga bo'linadi. Tak. 42. Bir vaqtning o'zida 6 ga 6 bilan 7 ga bo'linsa, bu son 40 ga bo'linadi. 11 ga bo'linish belgisi aytchi. 11 ga bo'linish belgisi to'g'riga to'g'ri qo'shamiz, juftligiga juftlik qo'shamiz, chiqqan javoblarga qo'shamiz va bu son Chiqqan javoblar qo'shamizmi? Ayiramiz. chiqqan javoblar ayiramiz. Bu son 11 ga bo'linsa, bu 11 ga bo'linadi. Faqat 11 ga bo'linish kerakmi dedi? Nima bilan tugash? 0 yoki 11 bilan tugash kerak. Malades. Keyingi mavzuga tayyorlaninglar. I kub va proporsiyani so'rayman. Proporsiya.